Yana maqtanyapti demanglar, shunaqa o'zim bomba ideyalarim bilan keldim. Xullas, idishimizga elangan un, sariyog' solib yaxshilab uqalab olamiz. Ketidan esa razrixlitin solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng smetana bilan 2 dona tuxum sarig'ini solib yaxshilab qo'lga yopishmaydigan xamir qurib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 10 minut tindirishga yuboramiz. Endi esa nachinkasini tayyorlab olamiz. Xurmolarni ichini yorib, shunaqa danigini chiqarib, ichiga yong'oq solib chiqamiz. Tingan xamirlarimizni 12 bo'lakka bo'lib, yana 10 minut tindirishga yuboramiz. Endi shu joyga yaxshilab diqqat qilamiz. Xamirlarimizni qo'limiz yordamida yoyib, hammani uyda topiladigan shunaqa kartoshka ezadigan bilan yaxshilab ezib olamiz. Ezib olganimizdan so'ng shunaqa tayyorlab olgan xurmolarimizni ichiga solib, yaxshilab tugib olamiz. Tayyor pechenyelarimizni qizigan duxovkaga jo'natamiz. Chiqqandan so'ng ustilariga shakar upasi yoki shokoladga botirib, dasturxonga tortsalar bo'ladi. Retseptimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang. Muslimka Life bilan yorqin ideyalar hamrohingiz bo'lsin.